Soch to'kilishi yosh bolalar orasida ham juda ham ko'p uchraydi, lekin juda ko'p ota-onalar bunga bee'tibor bo'lishadi. Xo'sh, yosh bolalarda qanday soch to'kilish turlari uchraydi? Bulardan birinchisi anemiya yoki vitamin D yetishmovchiligi natijasida kelib chiqadigan soch to'kilishlar. Bunda sochlar ingichkalashadi, mo'rtlashadi, sinuvchan bo'ladi va taraganda ko'p miqdorda to'kiladi. Ikkinchisi, bolalarda ko'p uchraydigan boshni sochli qismidagi seborreali dermatit kasallik. Ya'ni bunda bosh terisida qizarish, kepaklanish kuzatiladi va buning natijasida bemor boshni ko'p qashlaydi. Natijada juda ham ko'plab soch to'kilish holatlari kuzatiladi. Uchinchisi, o'choqli alopetsiya kasalligi. O'choqli alopetsiya kasalligi barcha yoshda uchrashi mumkin, lekin hozir yosh bolalar orasida juda ham ko'plab uchraydi. Bunga ota-onalar bee'tibor bo'lmasligini tavsiya qilamiz, chunki bu tez avj oluvchi immun tizimiga bog'liq kasallik. Juda ham tez muddatda butun bosh sohasida sochlarning to'kilib ketishi va ba'zan qosh va kipriklarning to'kilib ketishi ham kuzatiladi. Agarda farzandingizda taraganda, ushlaganda ko'p miqdorda soch to'kilsa, terisida qizarish, qazg'oqlar kuzatilsa va bu jarayonlar bir necha oy davomida o'tib ketmasa, zudlik bilan trixologga murojaat qilish tavsiya etiladi.